Biz Eko shaharda 9 qavatli uyning 7-etaji. 3 xonali 94 kvadrat. Yangi remont qilib qo'yilgan, jihozlar qo'yilgan, kirasiz, yashaysiz. Eko shaharda qulayliklari gazi yo'q bo'lsa ham svetga 50% skidkalari bor. Batta limit degan narsa yo'q. Qo'shimchasiga issiqlik markazlashgan. Ya'ni uyingizga duv kontur unaqa boshqa narsa qo'yib o'tirmaysiz. Отопление qilmaysiz, отопление o'z shunday ham bo'ladi. Noyabr oyida yoqib, mart oyida o'chirishadi. Eslatib o'taman, uyimiz 3 xonali 94 kvadrat, 7-etajda 8 va 9-qavatlarda ham xuddi shunaqa uylar bor. Narxi kvadrat metriga 5 million 500 ming so'mdan deb aytishyapti. Subsidiya yoki ipoteka naqd pulga ham sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, opsioniyadagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.